Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Mana biz ulug' oylar huzuridamiz. Qilgan ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Fursat topib kitob varaqlab turganimda oldimdan Marhabo Karimovaning she'rlar to'plami chiqdi. Bir she'r diqqatimni tortdi. Siz ham bir tinglab ko'ring. Yirtiq kamzul. Bir kamzulim bor edi. Kiysa odam uyalar, chunki olmadik joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga. O'sha kuni shu kamzul kirib qoldi tushimga. O'tganmishman olamdan. Chorshanbaning tongida turganmishman do'zaxning shundoqqina yonida. Emishman shir yalang'och, na molim bor va na pul, ko'zlarimda dahshat u qo'limda yirtiq kamzul. Ah, u olov, u azob, qovurilarmish odamlar, qayta yonishib sovurilarmish odamlar. O't mingayam o'tarmish, yoqay deb yuz ko'zimni, shu teshik kamzul bilan to'sarmishman o'zimni. Faqat yirtiq joyida har gal jonim kuyganda der emishman, qaniydi kamzul butun bo'lganda. Essizgina tiriklik, qursin kiyib yeganim, shumi yorug' dunyodan o'zimga olib kelganim. Ah, qo'shnim-a, shungayam suyunib rahmat degan, olgan uchun rahmatni men aytsam bo'lar ekan. Kiyimlarim javonga sig'ib turardi arang, sandiqda qancha lattam qolib ketdi attang. Qarindoshlar ichra ham qiynalganlar bor edi. Chehrasidan bilardim, kim nimaga zor edi. Gadoy so'rasa 100 so'm, javrardim ensam qotib. Tabassum bilan emas, berdim yuziga otib. Bilsam, muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo, oxirat sandig'imga tusharkan bu 1000 tillo. Yig'ib merosxo'rlarga qolib ketar molimni, o'ylamabman o'zimla olib ketar molimni. Yoshligimda qarnini deyaversam meniki, bobam derdi, ey bolam, bergan narsang seniki. Kiyintirgan kiyinar, yedirganlar yeydilar, birini kiysang birin ehson qilgin derdilar. Shosh derdilar, yaqinda muhtoj odam qolmaydi. Sadaqa qilay desang, hech bir odam olmaydi. Xoh yashirin, xoh oshkor, ehson qilgin ko'pmi oz, hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz. Yirtiq kamzulni ushlab bir narsani o'yladim. Bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim. Qarashib qol, marhabo, miskinning oshnoniga, o'lmay turib kirib ol jannatning ayvoniga. She'rimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Savob ishlarni ilohim hammamizga vaqtida tarqatish, egasiga berish, ehson qilish nasib qilsin. Amin. Rahmat.